Tayyor. Bize bugun yutishimiz kerak. Uyaltirmalaring, ommi? To'liq tayyorgarlik. Xo'p bo'ladi. Bo'ldimi, tayyormisizlar? Res, bo'ldi, davay. Davay, ketdi uchtali res. Boshlandi-yu mana. Yigitlar, jangga. Yigit bo'lsang askarlikdan qocha ko'r. Hamma ko'chada, hamma. Qoch. Dushmanlarga quchoq. Tur. Oynadan kiradi hozir, oynadan o. Ota eshigidan kiradi. Avlodlaring Aslib bilan kirdi. Aslib. socha ko'rma. Kir, papay, kir. Jalol. Davay. Ruhlari shod aylagan. Xona. To'xta, olasan. Qimirlama odamma. Qarabsizlarmi? Hozir qo'lga tushasan. Uchta pasta bittasi chakilgan. Yarador olib chiqilsin. Bitta kellaringni. Voy, o'qim tugadi. Jim. Shiftiga o'tdi qara. Bu fanaringni o'chir, Sher. Fanarni o'chirib yurish kerak, deshan uchun. O'yin-u asabiylashib aka. Yigitlar, jiddiy qaraymiz, bu o'yin emas. Hozir so'yaman, jim turlaring. Ot. Voy. Bot. Otib tashlash kerak edi, jasur. Bo'tsan desam ishonmaysan. Bo't. Yigitlar, hammaga rahmat. O'quv mashg'ulotlari tugatildi. Latta salli shollaring. Papay nima qilyapsan? Do'dirab yurishing qara. O'zing ham oxirida ne pichoq olding? Chekroq ko'tar, yelkamni chiqarib yuborayding-ku. Zato tashab ketmadim. Mashg'ulot yaxshi o'tdi lekin. Zo'r bo'ldi. 14-yanvar Vatan himoyachilari kuni hamda qurolli kuchlarimizning 34 yilligi bilan tantanali ravishda barchangizni tabriklayman. Oqlashingda